Kovrak doğralanyapti mana. Bu yil ekilgan kovraklar mana. Lalmi yerda turibdi. Bu yil ekilgan kovraklar. Mana. Ildizini mustahkamlaydi, kattalashtiradigan. Mana doğramiz shu shaklda sepiladi. Hop. Mana bu yonidagi o'tgan ekilgan kovraklarimiz mana. Mana poyasi. Mana poyasi. Mana poyasi. Bu yil kesiladi bular. Mana shu shaklga kelgan, shu dvorimizdan yegan kovraklar mana shu. O'tgan yil. O'tgan yil ekilgan va 3 yillik ko'chatlar ekilib, shu dvoridan yegan. Mana shu shaklga kelib qolgan. Ishlaydigan darajaga. Xudo xolasa buni ham mana bu yerda ham kichkina kovraklarimiz bor. Buni ham ekkamiz. Lalmi yer, tomchilanka qo'yilgan, hali berilgan yo'q tomchilankadan suv. O'shanga emas dori berilyapti. Dori berilib, xudo xolasa 3 marta beriladi dorimiz. Keyin xudo xolasa imkon bo'lsa suvni yetkiza olsak, bu yilga bo'lmasa kelgusi yilga ishlash harakatini ko'ramiz bu kovrakka.